Jon, no. Nima jonlayapsan bo'pti? Voy, Jon emas. Erim ismi Jon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom keling. Adon? Azaka? Ha, restoranlardan haydab yuborishdimi? Aslim to'qqizligini bilmaysanmi? Dars o'tyapman bolalarga. Nimaga kelding? Erga tegibman. Yerga tegayotganingni butun bolalarni oldida muhokama qilish shart emas. Chiqib tur. Hozir kiraman. 1 minute. Jon, no. Nimaga jonlayapsan bo'pti? Voy, Jon emas. Erim ismi Jon. Obbo xudo, kim ushg'uri qurgur? Voy, erga tegibman. Washingtonga. Washingtonga? Ingliz tilini bilmaysanmi? O'shaning uchun keldim-da. Va joyiga kelibsan, bizani uchebniy sentrda 3 oygacha ingliz tilida sayraydigan qo'raman. Joningmi, bemalol o'tirib olib, ujinda gaplashasizlar. Xullas, pulingmi? Voy, puldan muammo yo'q. Ko'p kerak emas. Oyiga atiga 650 ming so'm, lekin darslar har kuni. Kela olasanmi? Darslar har kunimi? Amerikaga erga tegibman, har kuni kelaman. Har kuni shunaqa eng zo'r domlalar senga dars o'tadiki, men o'tolmayman. Uzr, asabim chidamaydi sani. Menga qarang, darslaringiz menga yoqmasa-chi? O menga qaragan, bizda-chi boshqalarga o'xshab bir marta probniy dars emas, bizda 3 marta probniy dars. 3tasiga kelasan, agar yoqmasa, bo'ldi, o'qimaysan. Lekin yoqmasligini iloji yo'q. Bizda darslari eng zo'r o'tadi. Yetmaganida bizani bolalar ayilsdan boru 7,5, 8, 8,5 ball olishadi, tushundingmi? Men ham tezroq 8,5 olib Ferrari'ga mos bo'lishim kerak. Kuyovingizni bilasizmi? 3 ta Viva'si bor, 25 ta traki bor, 4 ta Ferrari'si bor. Mana qara, Joni ish qilib, kalamasmi? Yo'q, nima deb zato puli bor-u. Sizlar ham intensiv tarzda tez ingliz tili o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizani o'quv markazimizga tezda qo'ng'iroq qilinglar yoki kelinglar. Ishoninglar, bunaqasini boshqa joyda topa olmaysizlar. 7 kun haftasiga o'qish, oyiga esa 650 ming arzimagan to'lov.